Hammaga salom. Bu videoda siz shaxmatni to'liq o'rganib chiqasiz. Qisqacha shaxmat haqida to'xtalib o'tsak, shaxmat aqlli va strategik o'yin hisoblanadi. Har bir o'yinchida 16 tadan dona bo'ladi. Bular 8 ta piyoda, 2 ta rux, 2 ta ot, 2 ta fil va bitta fers va bitta shoh. Shaxmatdagi asosiy maqsad esa raqibni mot qilish. Birinchi bo'lib, donalarning yurishini o'rganamiz. Avval piyoda haqida. Piyoda faqat oldinga yuradi va orqaga qayta olmaydi. Birinchi yurishda piyoda bir yoki ikki katak oldinga yurishi mumkin. Keyingi yurishlarda esa faqat bir katakdan oldinga yura oladi. Piyoda to'g'ri yuradi, lekin diagonalda boshqa bir donani ura oladi. Agar piyoda oxirgi qatorga yetib borsa, u boshqa donaga aylanishi mumkin. Masalan, piyoda fers, rux, fil yoki otga aylanishi mumkin, lekin shohga aylana olmaydi. Endi shohga o'tsak, shoh eng muhim figura hisoblanadi. Chunki shoh mot bo'lsa, o'yin to'liq tugaydi. Shoh har tomonga faqat bir katak yuradi va sizning shohingizga hujum qilinsa, uni aniq himoya qilishingiz kerak. Va shohda yana bitta maxsus yurish bo'ladi, u rokirovka deyiladi. Va rokirovkada shoh va rux joy almashtirib xavfsizroq pozitsiyaga o'tadi. Rokirovka qilish uchun bir nechta qoidalar bor. Agar shoh yoki rux oldin yurib qo'ygan bo'lsa, rokirovka qilib bo'lmaydi. Shoh hozir shoh ostida turgan paytda ham rokirovka mumkin emas. Shoh rokirovka vaqtida hujum qilinayotgan katakka ham o'tolmaydi. Bundan tashqari, shoh tushadigan katak ham xavfsiz bo'lishi kerak. Endi filga o'tsak, fil faqat diagonal bo'ylab yuradi. Har bir fil faqat o'z rangidagi kataklarga qoladi. Va aytganimdek, ikkita fil bo'ladi va ularning biri oq va ikkinchisi qora bo'ladi. Ikki fil birgalikda juda kuchli hujum qiladi, ochiq pozitsiyalarda filning kuchi juda oshadi va u uzoq masofada bosim bera oladi. Ot boshqa figuralardan farqli L shaklida yuradi. U figuralar ustidan sakrab o'tadigan yagona figura. Ot markazda tursa kuchliroq bo'ladi. Vilka yoki boshqa ko'p taktikalarda ko'p ishlatiladi. Yopiq pozitsiyalarda ot ko'pincha filga qaraganda foydaliroq bo'ladi. Keyingisi rux. Rux faqat to'rt chiziqda, oldinga, orqaga va yon tomonlarga yura oladi. U istalgancha harakatlana oladi va ruxlar ochiq liniyalarda juda kuchli bo'ladi. Shoh bilan birga rokirovka qilish imkoniyati bor va o'yinning oxirida rux juda ham kuchli figuralarga aylanadi. Va oxirgisi fers. Fers shaxmatdagi eng kuchli figura hisoblanadi. U rux va filning yurish kuchlarini birlashtiradi. Chunki ham to'g'ri, ham diagonal yuradi. Shu sababli piyoda oxirgi qatorga yetganda ko'pchilik uni fersga aylantiradi. Fers hujum va mat qilishda juda ham katta rol o'ynaydi. Uni berib yuborish o'yinni yutqazishga aniq olib kelishi mumkin. Video takliflaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videoni aynan siz tanlashingiz mumkin.